Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun biz G'allaorol tumanida yangi ochilgan King Burger kafesidamiz. Bu kafemiz ustozimiz Vavoqul Otamurodovning o'g'illari yurgizadi. Mehmonda Jizzax viloyatidan, Jizzax shahridan, bundan tashqari Baxmaldan mehmonlarimiz kelgan. Mehmonlarimizni bitta ko'rsatib yuboring. Barcha yoshlar o'zini ijtimoiy tarmoqda faol deb bilgan, o'ziga yarasha auditoriyasi bo'lgan yoshlar bilan, do'stlar bilan yig'ildik. Bugun sizga vaqtdagi bitta savolim bor. Asosiy savolimni hozir birinchi berib o'taman, keyin suhbatni davom ettiramiz. Birinchi savolim, vaqt qachon Everestga chiqasiz? Chunki bu savol butun Jizzaxni qiziqtiryapti, dunyo ham kuzatyapti-da. Sizni kuzatayotgan chet eldagi tanishlarimiz bo'lishi mumkin. Qachon chiqasiz, shuni ayting bizga. Buni Everestga chiqish o'z vaqti bor aslida. Bahorda va kuzda bo'ladi. Lekin Everestga chiqish uchun chiqish kerak bo'lgan cho'qqilar bor. Ruxsatnomasini olish uchun shartlari bor. Alpinizm bilan shug'ullangan bo'lishingiz kerak. O'sha rostdan ham 7000 lik cho'qqilarga chiqqan bo'lishingiz kerak kamida. Undan keyin siz Everestga chiqish uchun ruxsat ola olasiz va Everestga chiqishga harakat qilish ilojsiz bo'ladi. Ungacha Everestni borib faqat pastidan tomosha qilish mumkin. Endi yana bir narsa shu o'rinda aytib o'tdi, Jizzax xalqi barcha o'z-o'zimizni qo'llamasak, menimcha bizni chetdan kelib birov qo'llamaydi. Vaqtda ham qo'llab turishlaringiz shart. Chunki hammaga ishtiyoq beradigan narsa, anusini ko'taradigan narsa sizlarning qo'llayotganlaringiz, qo'llab turasiz. Facebookdagilar inobatga olib qo'shishlarini so'radim bu narsani. Chunki Vaqtakaning ijtimoiy tarmoq asosan Instagramda faoliyat olib boradi. Juda ham roliklari xalqimizga ham, boshqalarga ham mazmunli roliklar tayyorlab boradi. O'zi ham oliy ma'lumotlisiz. Yo'q, institut o'qimagansiz, lekin boyagi siz bergan aynan men bilmasdim bu tarix haqida ko'p narsalarni. Siz bergan ma'lumotlar meni hayratga soldi. Har bir insonni o'zini mana shunday ish boshlashidan oldin bir niyati bo'ladi. Oliy maqsad bo'ladi. Oliy maqsadsiz, men shunday tushunamanki, oliy maqsadsiz inson bu hayotga kelib nima ko'rdi, ketdi, farqi yo'q deb o'ylayman. Agar oliy maqsad bo'lmasa, sizda qanday oliy maqsad bor? Oliy maqsad agar hozirgi yurg'izib boradigan yo'nalishim bo'layotgan bo'lsa, Everestga tayyorlanish jarayonini aslida hozir O'zbekistonda qilib borish niyatim bor. Shu Jizzax viloyatida, agar Jizzax viloyatidan tashqariga bo'lsa, boshqa viloyatlarda. Aslida Jizzax viloyatida bo'lishdan sabab, Jizzax viloyatimizda madaniy meros obyektlari 420 taligini yaqinda bilgan. Ungacha o'sha o'zimiz sanoqli bilgan joylarimiz bor edi. Menda shunaqa oliy maqsad O'zbekistonda ichki turizm va tashqi turizmni rivojlantirib, O'zbekistonni rivojlanishi uchun hissa qo'shishda. Oliy maqsad shu. Keyin mana shu bizni kelib turib ko'rishga arzigulik joylarimiz Jizzaxda ko'p bo'lib turib, lekin xalq orasida o'sha joylar haqida tushuncha yo'qligi juda bir nima deydi? Odamni xafa qiladi. Juda ko'p joylarimiz bor, juda ko'p tarixiy obidalarimiz bor. Men o'zim bir nechalarini eshitib hayron qolyapman. O'zim Jizzaxda tug'ilib turib, hali eshitmaganman, bormaganman, ko'rmaganman shu joylarda, lekin tarixda bu haqida juda ko'p ma'lumotlar bor. Kitoblarda bor. Bu narsalarni maktabda shunchaki o'tib ketiladi-da. To'liq ma'lumot berilmaydi. Bir oddiygina bir kunlik mavzu bo'lib o'tib ketadi, bo'ldi, qolib ketadi. Bu joylarni ko'rsatib, bu joylarni dunyoga tanitish bizning burchimizda, fuqarolarning burchi va o'sha tarixiy obidalarni yoki bo'lmasa ziyoratgohlarni shu holicha saqlab qolib, kelajak avlodga yetkazib berish biz burchimiz bo'ladi-da. Hozir men qaysi joyga borsam, o'sha joyda madaniyatsizlikni ko'ryapman-da. Ya'ni shu devorlarga yozib ketilishi yoki bo'lmasa o'sha yerdagi noto'g'ri tushunchalar asosida o'sha qanaqadir tog'ga sig'inish, toshga sig'inish, suvga sig'inish degan narsalar paydo bo'lib qolgan. Yoki umuman noto'g'ri tushunchalar paydo bo'lib qolgan. Shularni biz men oliy maqsadim shularni to'g'rilab, xalqqa to'g'ri ma'lumot berib, tarixni to'g'rilash, imkon darajada shu narsani to'g'ri yo'nalishda qilib borishda. To'g'ri. Maqsadim shunday. Ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, biz o'zimizni hozir bu yerda 20 dan ziyodroq yosh blogerlar yig'ilgan. Ijtimoiy tarmoq o'zini boya aytib o'tganimdek
faoliyatini olib borayotgan do'stlar bilan yig'ilganmiz. Barchamiz kelishdik. Xudo xolasa bir yaxshi Instagramda Zomin, Baxmal, Haydarko'l dam olish maskanlarini elga tanitish, Jizzax xalqiga, O'zbekistonga, turistlarga tanishish maqsadida shunday bir yaxshi kanal ochganmiz. Instagramda linklarni pastga qo'yib qo'yamiz. Obuna bo'lamiz, Vohid akamni qo'llab-quvvatlaymiz. Maqsadimiz Jizzax viloyatini dunyoga tanitish. Shu yo'lda ketayotganimiz uchun bizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Sizlarga katta rahmat kuzatganlaringiz uchun. Bo'ldi.